Aka, mana hozir siz Qulpinoyni sotib olyapsiz ekan, bu yerga kelib. Sotib olyapman. Bitta savolim bor. Qulpinoyda bugun 2025-yil 12-aprel. Hozirgi kunda narxi nech pul bo'lyapti? Hozirgi kunda narxi mana bu adbor, Ha. mana bu sredniy, mana bunisi mayda. Ha. Mana bunisi mayda. Maydaning narxi bu 25 ming. Mana bu sredniyning narxi 80 ming, 70 ming, 60 ming. Kunda holatiga qarab o'ynayapti. O'zgaradi. Mana bu narxi o'ynamaydi. Bu 120 ming optim bo'lsa, bozorda olib sotardan qo'lma-qo'l bo'lib, ikkinchi, uchinchi qo'lga o'tishgacha borganda eng patolog narx bozorda hozirgi momentda 200 minggacha sotilyapti. 200 minggacha sotilyapti. Lekin mana o'zimizni O'zbekistonda eng qimmat narx nech pulga chiqdi Qulpinoydiki qishki sezonda? Qishki sezonda 500 mingga chiqdi. 500 mingga 1 kilo qulpinoy. 1 kilo qulpinoy 500 mingga chiqdi. Bu bozordagi narx. Bozordagi narx. Dehqondan nech puldan sotib oldingiz? 350 minggacha. 350 minggacha sotib oldinglar adborda. Adborda. 300 yo'q, adbor emas. Adborda mana bu holatini 350 minggacha olingan. Demak, sredniy bilan adbor qo'shilgani 350 minggacha olingan. Shunda dehqon ham ziyon qilmaydi. Men buni arzon berib qo'yishi, men buni arzon beryapti-ku. Men bu ham o'shani ichiga ketib qoladi-da. Ko'ryapsizlar, mana akamiz sotib olgan narxini aytayapti. Ya'ni akamiz hozir mana issiqxonaga keldi. Issiqxonada ko'rib olayotgan joydan o'zidan ma'lumot so'radi. Akamiz olib turib buni Toshkent shahardagi bozorlarga sotadi. Agar sizlarga Qulpinoy biznes qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta kanalimizni kuzatib boringlar. Biz sizlarga maksimalni O'zbekistondagi mutaxassislarda ko'rsatib borishga harakat qilyapmiz. Ko'ringlar, o'rganinglar va o'zingizlar biznesingizlarni boshlanglar. Aka, rahmat sizga ham.